Tashqari qish. Mana ham yo'q muzlayotibdi. Mana haqilla muzlagan. Endi ichkariga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ichkari bahor. Yoz ham bo'laveradi. Mana 40 gradus. Padachi. Abratka. Mana 40 dan 35, 36 shunaqa. Abratka hamma qatorlarga mana shunaqa datchik qo'yilgan. Mana hamma qatorlar shunaqa. Mana bunisi ham pashti 40 ekan bunisi qich. Mana ichkari bahor. Katyol yaxshi ishlayapti. Zo'r. Mana balganlar qizarishga kelib qolyapti. Mana bu yerdan ko'rsatib uzoqroq turgan. Mana shular bari balgan. Bari balgar mana. Mana shular. Bu yer 6 sotiklik to'choy. 6 sotiklik ham to'la barga. Xudo barakasini bersin. İnşallah. Halim ular yangi tuyuyotibdi mana. Yangi tuygan. Katyolimiz zo'r ishlayapti. Mana bunaqani oxirini ham ko'rsating. O'rtasidan mana bu o'rtasi. Hurmatli dehqonlar, dekabr oyi uchun ham mana shu katyolni so'raganlar juda ko'p bo'ldi. Telefonlar qilishdi. Erta bilan tushib ketmaydimi? Davlina tushib ketmaydimi? Issiqlik pasayib ketmaydimi deganlar juda ko'p telefon qilishdi, kelib ham ko'rishdi. Shunga bir yana bir oy bo'ldi video chiqargan. Dekabrda ham chiqaraman dedim. Shunga bir chiqarib qo'yay video. Mana hozir o'chgan holida. 50 da edi, hozir tushgan. Mana 50 ga qo'yganman hozir. O'chib turibdi. O'chgan holida nimalarni ko'rsataman. Yonishlarini. Mana ichkari yonib turibdi. Ko'mir. Kechqurun 170 kilo ko'mir solganmiz. 6 dan birini yonyapti, hali bor. Hali yonadi hali. Yonib ishlashi yaxshi mana. Lekin mana nasoslar ishlayapti mana. Shunga realni bo'lsin deb erta bilan olyapman. Bu o'sha eski katyol.
Baxtiyorjon Katyol. Bu inson ham yaxshilik qilaman deb qolgani endi qaytadadir yaxshi chiqarolmagan, yaxshi isitmadi. Nimani bu Katyolni olganimga afsus ham qilmayapman. Mana uni ziyon qilganimga ham afsus ham qilmayapman. Mana hozir kirib ichkarini ko'ramiz. Endi ochyapman bitgan. Bismillahirrohmanirrohim. Kirib mana shu 4 sotiklik bunisi. Nariyog'ida 6 sotiklik bor. Buni mana bu chap tarafimiz Yava sorti. O'ng tarafimiz Ferrari Bolgarskiy. Mana podachini ham ichkarida ham datchik bor. Mana kirishi. Realni issiqlikda kirishi. Tak, mana bu yerda abratka mana uzganim yo'q. Abratkani ko'ringlar. Abratka ham qarab o'qibdi. Mana 40 qaytib kelyapti. Bunu çekkanini ham ko'ramiz endi. Bismillah. Betam 40 qaytib kelyapti mana. 40. Realni bo'lsin deb. Mana shu dehqonchiliklar ham yomon emas. Shuni orqasidan issiqlik bo'lgandan keyin dehqonchiliklardan qo'rqmasangiz ham bo'laveradi mana. Mana bolgarskilar уже qizarib qoldi. Xudo xolasa. Har dollari kelib so'rab turibdi. Qizargan yo'qdi, biz turibmiz. Bular ham juda qizarib ketgan yo'q. Endi o'zi kuni ham endi to'g'ri keldi. Andijondan ko'chatdi. Andijondan olganman Alisher domladan. Do'stim. Yaxshi ko'chat beribdi. Salomat bo'lsin u kishi ham. Muhammad Aziz, sizga ham rahmat. Mana yerda bodiring bor. 3 ta bodiring chiqib qolganding. Qarang. Bolalar yeb turibdi. Bu ham tugyapti deng. Mana bittasi, mana ikkinchisi. Mana tuyib turibdi. Mana bu yerda uchinchisi deng. Mana bu ham rosa tuydi. Tuyib bodiringni. Nevaralar uzib yeb ketar, shular suyunsa bo'ldi-da bizga. Mana bolgarskilar hamma Yava, mana bunisi Ferrari, bu tarafi Ferrari. Ya ajoyib. Ferrari. Telefonga ham chiqmayman deyapti. Mana bunisi Yava sort. Bu taraf ham Ferrari mana. Juda zo'r bo'lgan. Ko'rsatishlikda endi uni ham bitta boshqa video qilib beraveraman, xudo xolasa. Rahmat sizga. Katyolga baho alo. Dehqonlar bemalol qo'rqmang. Dehqonlar tushib qolishni men ham xohlamayman. Chunki o'zimiz ham qiynaldik. Qiynalmanglar, hech kim qiynalmasin. Hamma dehqonchilikni qilib, ro'zg'orini terib biz xursand. Sizlarga rahmat, hammalaringga salomat bo'linglar. Dehqonchiliklaringga baraka bersin Alloh o'zi.
Sizlarni xotirlaringda bizlarga ham bersin. Salomat bo'linglar, rahmat.